Salom do'stlar, ushbu videomizda test ishlab ingliz tilini o'rganamiz va bugungi testimizda she usually coffee in the morning, ya'ni bu yerda ikkita signal so'zimizda berilgan, usually hamda in the morning. Ya'ni bu usually degani odatda, in the morning degani ertalablari. Ya'ni u ertalablari kofe ichadi odatda. Va bu ikkita signal so'zimizda present simple ga tegishli. Shuning uchun ham bizga present simple da berilgan fe'lni topishimiz kerak. Xo'p, A variantda drink. Drink present simple da berilyapti, ammo she olmoshimizga to'g'ri kelmaydi. Uchinchi shaxs birligi uchun fe'limizda s qo'shimchasini olish kerak. B variantda esa drinks berilyapti va bu o'z-o'zidan to'g'ri javob bo'la oladi va C variantda is drinking bo'lyapti. Yo'q, u odatda ichyapti. Yo'q, usually bilan drinking, ya'ni continuous zamoni odatda kelmaydi. Va D variantda drank, ya'ni bu ichmoq so'zini o'tgan zamon shaklini beryapti. Hozirgi zamonda o'tgan zamon fe'lini ishlata olmaymiz. O'z-o'zidan to'g'ri javobimiz B bo'ladi. She usually drinks coffee in the morning. Ya'ni u odatda ertalablari kofe ichadi. Agarda testimizda tushunarli bo'lgan bo'lsa, ushbu testni ishlang va javobini kommentariyada yozib qoldiring.